Hada tutunni pishgan go'sht yeb ko'rganmisiz? Kallang joyidami? Tutunni ham go'sht pishar ekanmi? Ketdi. Mana bu smoker. Bunda go'shtlar tutun yordamida pishadi. O'zi ham 12 soat davomida pishirishar ekan. 12 soatda go'shtlar shunaqa yumshoq bo'lib ketadi, u yoq bu yog'i yo'q. Ham tutunni pishganning hisobiga go'sht ozgina kapchunniga yaqin neobычный ta'mda bo'ladi. Podachada yonida shunaqa frilari ham bo'lar ekan. Mazasi rostdan ham o'zgacha. Go'sht mazasi zakonniy. Ozgina kapchuni maza kelyapti, lekin juda mazali ekan. Bu joyda o'zi ajoyib ovqatlar qilishadi. Masalan, tandirda pishgan shashlik, Navoiy kottej somsasi, mangalda pishgan bedini, qovurilgan bedini yoki Navoiycha jizla ham bor. Bedini delikates bilasizlar. Go'sht kamroq, lekin super mazali va quvvatli bo'ladi. Kottej somsani ham ichlari to'la go'sht. Tandir shashlikda bo'lsa ham qiyma, ham mol go'sht, ham tovuq go'shtlari bor. Lekin menga eng ko'pi Navoiycha jiz yoqdi. Go'shtlari boyagi smokerdan ham yumshoqroq pishibdi. Molli eng shirali joylardan tayyorlangan. Bir marta bo'lsa ham yeb ko'rishga aniq arziydi. O'tirishga xoling общий zal, xoling alohida o'tovlari bor. Adres 40letdan Tuzelga keturishda, chapga qaylganda 31-poliklinika ro'parasida Navoiy kafesi. Videoni Go'shtxo'r o'rtog'iga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.